Assalomu alaykum aziz muxlislar, Yoshlar radio kanalida siz kutgan uchrashuv loyihasi. Mikrofon oldida men dastur muallifi Zulfiya Fayzullayevaman. Bugungi mehmonimiz Mard O'g'lon davlat mukofoti sohibi, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qoshidagi vatanparvar muharririyatini ofitseri, ham muxbiri, ham pedagog, ajoyib ijodkor, eng muhimi betakror inson Dilshod Ro'ziqulov bo'lyaptilar. Dilshodjon, sizni studiyamizga xush kelibsiz deymiz. Juda ham xursandman. Chunki bilasizmi, biz har hafta turli soha egalarini taklif qilamiz. Ularning orasida olimlar bor, san'atkorlar bor, aktyorlar bor va musiqachilar bor va ular juda ham ko'pchilik, lekin shu paytgacha Mard O'g'lon davlat mukofotini sohibini birinchi marta taklif qilishim, to'g'risi bugungi tanlovimizdan menimcha butun jamoamiz xursand. Rejissyorlik pultida Shavkat Karimov, musiqiy muharririmiz Dilnozaxon Mansurova ham bu fikrimga qo'shilmoqdalar. Sizni avvalo mana shu mukofot bilan tabriklaymiz. Chunki hozir bugun sizning avtobiografiyangizni, siz haqingizdagi ma'lumotlarni o'qib, judayam yosh ekanlar-ku, shu yoshda shuncha muvaffaqiyatlarga erishibdi. Mening bir 3-qizim bilan teng ekansiz-da. Juda ham xursand bo'ldim, to'g'risi. Demak, siz yillarning, vaqtning qadriga yetayotgan inson sifatida juda ham menga manzur bo'ldi sizni butun hayotingizning boshlanishi deydi-ku, ijodning boshlanishi. Kayfiyatlar qalay, Dilshodjon? Rahmat. Avvalambor taklif uchun mana shu dasturga chorlaganingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Voy, biz minnatdormiz sizlarga, kanal muharririyatiga. Haqiqatan mana shu yillar davomida, ayniqsa 24-yil hayotimda unutilmas bir yil bo'ldi, davr bo'ldi, voqea bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Chunki shaxsan davlatimiz rahbarining qo'llaridan Mard O'g'lon davlat mukofotini qabul qilib olish nasib etdi. Albatta bu bir kamtarona mehnatimizga, bir oddiy yoshni o'zini ustida ishlayman, harakat qilaman, oldimga qo'ygan maqsadimga, marralarga qat'iy erishaman degan har bitta yosh uchun cheksiz o'sha davlat rahbari darajasidagi bir e'tiborni namunasi deb bilaman. Va shu fikrga keldim. Haqiqatan bu mamlakatda, bu davlatda katta o'z oldiga maqsadlarni qo'yib, o'zini ustida intilib, ishlab, mehnatdan, harakatdan to'xtamaydigan yosh, birorta yosh albatta e'tibordan, davlat rahbarining bir g'amxo'rligi siyosatini, islohotlardan bir chetda qolib ketmas ekan. Mana shuni bir o'zim misolimda ayta olaman. Va mana shu shijoat deymiz, mana shu g'ayrat sizni hech qachon tark etmasin. Mana hozir aytyapsiz, 2024-yil men uchun muvaffaqiyatli yil bo'ldi deb. Lekin siz uchun 2023-yil ham muvaffaqiyatli yil bo'lgan edi. Men muxlislarimizga aytish hali yodimdan chiqqan yo'q, lekin ularga saqlab turibman. Dilshod Ro'ziqulov filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini ham olganlar. Biz uning guvohi bo'lganmiz. Bu 2023-yil edi. Shuncha yoshgina yigit, shunaqa bemalol turib, bemalol chiroyli himoyalar qilyapti deb rosti havasim keldi. Nafaqat menimcha ilm yo'lini tanlagan, ilm yo'lidan muvaffaqiyatlar erishmoqchi bo'lgan har bitta o'sha inson havas qiladi. Va muxlislarimizga ham aytgan bo'lar edim. Telefon raqamlarimizni eslatib o'taman azizlar. 71 kodi bilan 233 80 70 286 32 25 bemalol qo'ng'iroq qiling. Savollaringiz bo'lsa bering. Bugungi efirimiz jonli tarzda ketyapti. Dilshod Ro'ziqulov Mard O'g'lon davlat mukofotini sohibi, bundan tashqari filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent, ham Sharqshunoslik universitetida, ham O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida shu jurnalistlarga, bo'lg'usi jurnalistlarga savob beradilar. Bilasizmi, sizni ham amaliyotchi jurnalist sifatida, ham mana hozir ilmni odami. Ikki tomonni, ikkita qanot deymiz. Ikkita qanot sizga og'irlik qilmaydimi? Chunki baribir oilalisiz, ikkita farzandingiz bor. Sog' bo'ling. Aslida mana shu ham amaliyotni, ham nazariyani yoki pedagogik faoliyatni baravar olib ketish, ham mashaqqati bilan birgalikda buni
albatta muvaffaqiyatli tomoni ham bor. Nega deganda ilmiy ishimni yoqlashimda amaliyotim juda ham katta yordam berdi deb ayta olaman. Chunki harbiy jurnalistikada axborot integratsiyasi mavzusida ilmiy ish yoqlagan bo'lsam, Vatanparvar birlashgan tahririyatidagi katta muxbir, katta ofitser lavozimidagi faoliyatimda to'plangan tajribalar va o'sha faoliyatdagi muammoli masalalarni yoki o'sha o'zini yechimini kutayotgan masalalarni mana shu dissertatsiyada aks ettirishga juda ham katta yordam berdi. Ma'lumot topishga qiynalmabsiz, to'g'rimi? Tayyor manbalar, materiallarni tahlil qilish kerak edi xolos. Va mana shu ilmiy tadqiqot izlanishlarimiz natijasida olingan xulosalarni albatta o'zim bilan saqlab qolmasdan uni talabalarga, o'sha yosh mutaxassislarga berish, bu ham demak faoliyatdan olingan eng qaynoq, eng yangi tajribalar har doim auditoriya universitet auditoriyasida o'tirgan har bir talaba uchun albatta qiziqarli, albatta kerakli, foydali bilimlar bo'la oladi. Shuning uchun men bemalol ayta olaman, qancha qiyinchilik, mashaqqat bo'lmasin, lekin bu faoliyat albatta bir-birini to'ldiradi va o'sha faoliyatimizni yana ham samarali, har bir ishda o'sha ham ilmiy ilmga asoslangan, ilmiy asosga ega bo'lgan bilimlarni olishga va amaliyotda mana shu ilmdan kelib chiqib faoliyat ko'rsatishimiz, to'g'ri faoliyat ko'rsatishimizga katta turtki, katta yordam beradi. Salomat bo'ling va muxlislarimizga ham men eslatib o'tmoqchiman. Dilshod Ro'ziqulovning o'quv darsliklari, monografiyalari chiqqan. Bundan tashqari menimcha adabiyotga ham qiziqishingiz bor. Bu haqda keling, mana shu siz harbiylarga bag'ishlangan bir qo'shiqni birgalikda tinglasakda, telefon qo'ng'iroqlarini ham mana shu taronadan so'ng va savollarimizni ham mana shu taronadan so'ng davom ettirsak. Marhamat azizlar, bu Yoshlar radio kanalidagi siz kutgan uchrashuv loyihasi. Birgalikda tinglang. Bu Yoshlar radio kanalida efirga uzatilayotgan siz kutgan uchrashuv loyihasi. Bugungi mehmonimiz Mard O'g'lon davlat mukofoti sohibi, pedagog, jurnalist, harbiy jurnalist Dilshod Ro'ziqulov bo'lyaptilar. Dilshodjon, bizda hozir muxlislarimiz bor ekan, keling ularni eshitamiz, maylimi? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Marhamat. Savolingiz bo'lsa, marhamat. Dilshodbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mard O'g'lon mukofotini olganingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Judayam havas qildim. Bunaqa yutuqlarni ko'pini yaratgan doimo siz birga berib yuraversin. Shunaqa maqtovlarga sazovor bo'lib yuring elda oldida. O'sha Mard O'g'lon mukofotini olganda o'zingizda qanaqa hissiyotlarni his qildingiz? Sizga yana qanaqa kelajakda rejalaringiz bor? O'sha mukofot olgandan keyin yana sizda bir qanaqadir nima bo'ladi-da, yana motivatsiya. O'shalar haqida so'ramoqchi edim. Rahmat javob uchun. Dilshod, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ajoyib savolni berdilar, to'g'rimi? Biz ham bermoqchi bo'lgan, chunki har kimga ham bunaqa mukofot nasib qilavermaydi. Baribir odamda o'sha ko'nglida ajib his-tuyg'ular bo'ladi. Marhamat. Savolingiz uchun rahmat kattakon sizga. Albatta bu mukofotni qabul qilib olish chog'idagi bir hayajon hanuz xotiramdan chiqmasa kerak. Chunki o'sha davlatimiz rahbaridan mukofotni qabul qilib olish chog'ida Dilshod ilmni zahmatini juda ham yaxshi bilaman. Endi harakatdan to'xtab qolmaslik kerak. Kelajakda hali jurnalistika sohasida akademiklar chiqmagan. Kelajakda albatta akademik bo'lishingizga ishonaman degan bir katta ishonchni bildirganlarida albatta endi faqat PhD, ya'ni falsafa doktori darajasi bilan cheklanib qolmasdan fan doktori va albatta yurtboshimiz ishonch bilan bildirgan akademik darajasiga erishishni o'sha kundanoq o'zim oldimga maqsad qilib qo'ydim va 2024-yil avvalidan, yil boshidan fan doktori dissertatsiyani himoya qilish uchun imtihon topshirib doktoranturaga qabul qilindim. Va o'sha davlat rahbarini bitta o'sha yoshni bir katta rag'bat, katta ishonch, katta bir e'tibor bilan qarayotgani bu
o'sha bitta yosh sifatida ko'nglimni cheksiz g'ururga, cheksiz iftixorga to'ldirdi. Mana shu onlarda meni voyaga yetkazgan ota-onam, menga ta'lim tarbiya berib kelayotgan ustozlarimdan minnatdor bo'ldim. Chunki bu yutuq, bu natijalar albatta meniki emas, ustozlarimni, ota-onamni avvalambor va jamoamni mehnati deb ayta olaman. Faqat birinchi kimga aytdingiz? birinchi uyda onamga telefon qildim. Onamga qo'ng'iroq qilib, mana shu yangilikni eshitgan zahoti onangiz yig'lagandirlar. Albatta, ko'z yoshlari bilan, quvonch ko'z yoshlari bilan mana shuni qarshi oldik. Faqat harakatdan, izlanishdan to'xtamagan odam albatta o'zi o'sha g'oyibidan deydi-ku, bundan mana shunday e'tiroflarga, mukofotlarga sazovor bo'laverar ekan. O'sha halollikda, tinimsiz izlanishda to'g'ri. buni omili deb o'ylayman. To'g'ri, Shodjon, g'oyibidan deyapsiz, lekin sendan harakat, mendan barakat degan gapi ham bor-da. Yana bir muxlisimiz bor ekanlar. Muxlislarimiz menimcha yaxshi savollar berishadi. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Marhamat, tanish. Juda ham yaxshi, marhamat. Savolingiz. Mehmonimga Dilshodbek, hobbingiz, o'zi ishingiz ko'p ekan-ku. Hobbilaringiz ichida bo'sh vaqtingiz bo'lsa, ot tug'ilanish hobbisi bormi? Otga qanday qaraysiz? Salomat bo'ling. Rahmat. Albatta, o'sha har bir daqiqamiz o'sha rejalashtirilgan, o'sha time managementga amal qilmasak bo'lmaydi, zamonaviy til bilan aytganda. Bo'sh vaqtda imkoniyat darajasida o'sha mutolaa bilan band bo'laman faqat. Chunki o'zim hozir mana Zulfiya opa ta'kidlab o'tdi, ijod bilan ham, badiiy ijod bilan ham shug'ullanaman. Ijod bilan shug'ullangan odam bu mutolaadan uzoqlashib bo'lmaydi. Bo'sh vaqtim qoldi deguncha badiiy asarlarni ham o'zimizning milliy adabiyotimizdan ham xorij adabiyotidan nashrlarni, o'sha bestseller asarlarni o'qishga harakat qilaman. Undan tashqari o'zim harbiy xizmatchi bo'lganim uchun sport bilan muntazam shug'ullanishga to'g'ri keladi. Ya'ni kun davomida oddiy jismoniy mashq bo'lsa ham, ertalab kun davomida bajarishga harakat qilaman. Bundan tashqari ot dedingiz, bu yigit kishini, har qanday er kishini o'sha yoshligidan chavandozlikka, o'sha qadimdan ota bobolarimiz o'q, yoy otish, chavandozlik bilan shug'ullantirib kelishgan. Otga qiziqishim, otga mehrim alohida. Qayerda o'sha ot ko'rsam, bizda o'sha albatta uni jilovini olib bir ustida choptirishga harakat qilaman. Juda ham foydali xususiyatlari ko'p otni. Albatta o'zimda otim yo'q, lekin o'sha qayerda ko'rsam bu otni albatta insonga u haqda asarlarda, o'sha Tog'ay Murodning asarlarida ham o'qiganman. O'sha insonga jonivorlar ichida ot o'zgacha bir yaqin jonivor hisoblanadi. Qanaqadir o'zimda ham mana shu asar orqali mehrim tushganmi, otni ko'rsam qandaydir o'zimga eng yaqin jonivor sifatida bir mehrim bo'lakchi va albatta uni minmasam qanaqadir o'zimda qoniqish hosil bo'lmaganda albatta mehrim boshqacha otga. Aslida olam bir butun. To'g'rimi? Hozir mana otdan ham men o'ylamadim, to'g'risi anchadan beri shaharga kelgan, Toshkent shahriga kelganingizga, poytaxtda mana shu faoliyatingizni davom ettirayotganingizga ham ancha bo'lgan. Lekin bilasizmi? Mahoratli inson yoki iste'dodli inson, iqtidorli inson har tomonlama iqtidorli bo'ladi deydi-ku. Hamma sohaga bir qiziqib ko'radi. Lekin harbiylarga shart bo'lgan, o'sha muhim bo'lgan, o'sha bilishi mumkin bo'lgan yana nimalar bor? Mana boshqalardan farqi. Qaysi sport turi masalan? Albatta jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari ham jismoniy ham intellektual salohiyat parallel birga mujassam bo'lishi kerak. Jismoniy tarbiyani aynan qaysi yo'nalishi bilan shug'ullanish kerak degan savolga, demak harbiy xizmatda demak kirish uchun yugurish me'yori bor.
100 metrga, qisqa masofaga 3 kilometrga yugurish, turnikda tortilish oddiy o'sha yengil atletika deymiz. Mana shu yengil me'yorlarni avvalambor birlamchi boshida bilish kerak. Va undan keyin o'sha sportni qaysi turiga ixtisoslashsa, qaysi turi bo'yicha qiziqish kuchaysa, o'sha soha, o'sha sportning turi bo'yicha mukammal, chuqur shug'ullanishi mumkin. Lekin o'sha boshida albatta qisqa masofaga 3 kilometr masofaga yugurish va turnikda tortilish me'yori qo'yiladi. Shu asosiy. Bizni hozir otangiz, onangiz tinglayaptilarmi? Hozir ularga aytdim. Aytdingizmi? Ularga aytdim. Agar tinglaydilar, undan tashqari mana hozir biz video yozuv qilyapmiz. Otajon, onajon, mana shu yozuvimiz siz uchun. Shunday o'g'ilni tarbiyalab, mana elga qo'shganingiz uchun biz Yoshlar radio kanali siz kutgan uchrashuv loyihasi ijodkorlari nomidan ham katta rahmat deymiz. Judayam oliyjanob, judayam sadoqatli, yurtiga, kasbiga sadoqatli bir insonni voyaga yetkazgansiz. Katta rahmat deymiz. Qaysi fazilatlari o'tgan sizga otangizning yoki onangizning? Qancha vaqtda borib turasiz uyingizga? Ular juda sog'intirib qo'ymaysizmi? Harbiy xizmatda bo'lganim uchun ochiqni aytaman, tez borishga fursat bo'lmaydi, imkoniyat bo'lmaydi. Lekin hozir ta'tildaman. O'sha ta'til bo'ldi deguncha albatta ularni yo'qlashga harakat qilaman. Ota-onamdan, dadamdan birinchi navbatda vatanparvarlik hissi o'tgan deb o'ylayman. Qanday bilasiz? Va mehnatsevar, mehnatdan qochmaslik, mehnatsevarlik, mana shu ikkita fazilat muhim bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nega? Hayotda mana shu ota-onamdan o'rgangan fazilatlarimdan kelib chiqib o'zimda bitta falsafa, ya'ni falsafiy bir xulosa yasaganman. Inson bir hayotda qiyinchilikka duch kelsa, qanaqadir tushkunlikka, stressga tushib qoladi. Menda o'sha qanaqadir qiyinchilikka duch kelsam, nimadir amalga oshmasa yoki o'sha o'z vaqtida erisha olmasam yoki qanaqadir hayotiy qiyinchiliklar ro'y bersa, bu mana shu qiyinchilikdan odam motivatsiya olishga o'rganishi kerak ekan. Chunki siz qiyinchilik qilyapsizmi, demak o'sha maqsadni, o'sha harakatingiz bir oldinga qarab ketyapti. Siz mana shu qiyinchilikka, mana shu muammoga duch kelmaganingizcha, siz o'sha marrani yoki o'sha maqsadga erisha olmasangiz, komfort zonada yurgan bo'lasiz, hamma narsa qulay, to'g'ri. Mana shu qiyinchilikni boshidan ketkazmagunizcha, shuning uchun o'zimga xulosa yasayman, qachon qiyinchilikka duch kelsam, qachon bir og'ir vaziyatga duch kelsam, demak, undan keyingi tomoni albatta muvaffaqiyatni bir ko'rinishlari, uchqunlari ko'rinayotganini anglayman. Balki bu o'sha muammoni inson atrofida tushkunlikka tushib, bu amalga oshmayapti deb xo'rsinib, uni qo'l siltash kerak emas. Aksincha, siz muammoga duch keldingizmi, mana shu muammodan albatta xursand bo'lib, bu muammodan motivatsiya olish kerak ekanligini o'zim bir shaxsiy bir falsafa sifatida o'zimga qarashim shakllandi. Bu o'sha ota-onamdan albatta qanaqa u moddiy qiyinchilik bo'ladimi, u oilaviy qiyinchilik bo'ladimi, har qanaqa tashvishdan yoki har qanaqa muammodan albatta u hammasi o'tkinchi va undan keyin albatta oyning 15 qorong'i bo'lsa, albatta 15 yorug' kunlar keladi baribir. Menimcha bizni ko'proq yoshlar tinglaydi, Yoshlar radio kanali. Mana shu ko'pchilik uchun eslatma bo'ldi. Ko'pchilik o'sha qiyinchiliklarga duch kelganda, yo'q, meni qo'limdan kelmaydi deydi. Agarda Dilshod Ro'ziqulov agar shu gapni aytganlarida, mana shu yoshda bugun filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, yana dotsent, yaqinda dotsentlik darajasini oldilar va bundan keyin ham menimcha muvaffaqiyatlar oldinda va hamma bizni tinglab turgan muxlislarimizga ham mana shu kayfiyat ko'chsin deymiz. Salomat bo'ling. Yana bir muxlisimiz hozir ulanmoqchi ekanlar, ular bilan ham tanishib olamiz. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum. Salomat bo'ling. Qo'rqqan ismingiz hangi bo'ladi? Bitta savolim bor edi Shotaga. Marhamat. Qanaqa badiiy kitoblar o'qiydi? Harbiyaga keyin oshxonaga qancha o'qilar, taom tayyorlab beradi, falsafaviy. Shuni so'ramoqchi. Yana bir qo'ng'iroq bor ekan, ularni ham eshitib olamiz, birgalikda javob berasiz. Allo.
yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, marhamat. Rahmat. Rahmat. O'zingiz ham salomatmisiz? Marhamat, savolingiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Juda ham yaxshi. Marhamat, Abbos hoji. Xo'sh, mehmonimizga ozgina savol bor. Mard o'g'lon albatta bugun nishonlar birinchi navbatda tabriklayman. Rahmat, marhamat. Bundan ham yuksak e'tiroflarga, mukofotlarga sazovor bo'lishini tilab qolaman. Rahmat. Endi hozir hamma yutuqlar to'g'risida gapiryapti, endi mana maqtanyapti. Endi men so'raganim kamchiliklaringiz ham bormi? Masalan, qanday kamchiliklaringiz bor? Shular ustida ishlab o'zingizni maqsadlaringizni amalga oshirish uchun. Rahmat. Salomat bo'ling. O'zi aslida bular maqtanmayaptilar. Ular biz so'raganim uchun aytyaptilar. O'zi zo'rg'a taklif qildik, chunki bularni bilasiz, harbiylarni bo'sh vaqti ham yo'q. Demak, birinchi muxlisimizni birinchi savollari qanday kitoblar o'qiysiz? Chunki kitob o'qish yaxshi, lekin kitobni tanlab o'qish yana ham yaxshi, to'g'rimi? Albatta. Men 2017 adashmasam 2017-yilda boshlagan Abduqayim Yo'ldoshev Poinkare asari bor. Mana shu keyinchalik sahnalashtirildi. Hozir mana shu asarni yana qaytadan o'qiyapman. Chunki u bitta olimni, bitta tadqiqotchini bevosita hayoti, ixtirosi bilan bog'liq va o'zimni hozirgi holatimga bog'liq bo'lgan mana shu asarni yana qayta muallifni Abduqayim Yo'ldoshevning asarini qayta o'qiyapman. Bundan tashqari yana xorij adabiyotidan ham harbiylikka balki o'sha asar deb o'ylayman, Jules Verne'ni 15 yoshli kapitan degan asarini o'qiganman. Va o'ylayman, odam o'qigan asarlari ham hayotida qanaqadir iz qoldirar ekan. Ta'siri bo'ladi. Albatta, ta'siri bo'lar ekan degan bir mushohadaga kelganman. Lekin nima uchun mana shu asarlarni keyinchalik mana shu harbiy yo'nalishdagi ko'proq asarlarni o'sha balki qiziqishimdir. O'zim lekin harbiy xizmatchi bo'laman deb oldindan maqsad qilmaganman. Bu tasodif edi. Va o'sha faoliyat, taqdir taqozosi bilan mana shu mudofaa tizimida harbiy jurnalist sifatida, harbiy xizmatchi sifatida faoliyat ko'rsatdim. Lekin mana shu o'qigan asarlarimni ham qanaqadir ta'siri bormikan deb ba'zan o'ylab qolaman. Xullas, bo'sh vaqtda mana shu xorijiy adabiyot bo'lsin, milliy nashrlar bo'lsin, albatta o'qiyman va kasb nuqtai nazaridan albatta davriy nashrlarni, gazeta va jurnallarni, elektron nashrlarni doimiy ravishda kuzatib borishga o'zimiz kasbimiz taqozo qiladi. O'rganib, doimiy ravishda tahlil qilib borish va ularni talabalarga ham o'z vaqtida yetkazib borishga harakat qilamiz. Bundan ikkinchi savollarga, demak. Ikkinchi savoldan oldin meni ham savolim. Qarang, hozir men avvaldan harbiy bo'laman demaganman dedingiz, maqsad qo'ymaganman. Lekin mana shuni kim va nimalar sababchi bo'lgan? Qanday sabab bilan shu harbiy bo'ldingiz? Harbiy jurnalist. Magistratura o'zim bakalavr bosqichida O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika fakultetini bitirdim va Ma'rifat gazetasida faoliyat ko'rsatdim, xalq ta'limi nashrida. Keyin magistratura o'qidim, Milliy universitet magistratura mutaxassisligi bo'yicha bitirdim va bitirgandan keyin dekanimiz Mahliyo Sobirovna Mudofaa vazirligida o'sha harbiy jurnalistika vakansiya bor ekan. Dilshod shunga bir suhbatga borib keldim. Ular mutaxassislar so'rayapti bizdan, kadr so'rayapti. O'shanga tavsiya qiluvdim. Bir borib suhbatga borib kelsangiz, agar ma'qul topsangiz, mana shu yo'nalishda faoliyatingizni davom ettirsangiz degan taklifni bildiruvdilar. Keyin bordim. Albatta harbiy xizmat, harbiy libos har bitta er yigit uchun sharaf. Xizmat sharoitlari bilan, faoliyat bilan tanishib, keyin harbiy jurnalist bo'lish fikriga qat'iy keldim. Ota-onam bilan maslahatlashdim. Ular bu qarorimni qo'llab-quvvatlashdi.
va o'z-o'zidan o'sha faoliyatimni ilmiy tadqiqot bilan birgalikda parallel ravishda olib borishga, ular bilan o'sha ishga kirishdan oldin mana shu masalani kelishib olgan edik. Albatta ilmiy faoliyat harbiy xizmatda ham qo'llab-quvvatlanadi va natijada mana shu ham amaliyotda ham ilmiy izlanishni birgalikda olib borishga harakat qildik va hozir ham mana shu ilmiy tadqiqot faoliyatimizni amaliyot bilan chambarchas bog'lagan holatda olib boryapmiz. Muvaffaqiyat tilaymiz. Ikkinchi savollari, ba'zi o'sha yigitlarimiz oshxonada ham faol bo'lishadi-da. Oshxonada qandaysiz? Oshxonada talabalik davri har qanaqa qizni yoki ayniqsa yigitlarni oshpaz qiladi. Chunki och qolmasligingiz uchun o'sha taom pishirishingizga, taom pishirganda ham mazali, yesa bo'ladigan taom pishirishga harakat qilishingiz kerak. Albatta oshxonada to turmush qurgunimcha ovqatlarni o'zim pishirib, o'zim tayyorlaganman. Endi shu kecha kunduzda faqat o'sha turmush o'rtog'imga oshxonani ishonganman. Juda kam vaqtlarda mana shu faqat dam olish kunlaridagina vaqt ajratib, haftada bir, 2 haftada bir shu dam olish kunlarida shu turmush o'rtog'imga ovqat pishirishga harakat qilaman. Qolgan vaqtlarda oshxonani turmush o'rtog'imga. Lekin baribir maza qilasizmi? Miya dam oladi. Bir hafta davomida o'sha ishlagan miya baribir oshxonadagi o'sha oila davrasida birga tayyorlangan taom boshqacha mazali bo'ladi. Albatta, mazasi ham o'zingiz tayyorlagan ovqatni, o'zingiz tayyorlagan taomni mazasi ham boshqacha bo'ladi. Salomat bo'ling. Boshqacha iste'mol qilasiz. Rejissyorimiz mana shu gapni endi boshlaganingizda Shavkat Karimov o'zi uylanganmilar deb hozir menga shivirladilarda. Dilshod Ro'ziqulovning 2 ta farzandlari ham bor. Hammasi joy-joyida ketyapti hozir. Aytdilar-ku, harbiylarcha hammasini rejalashtiraman deb. Hammasi rejali va Abrorxo'ja degan, Abbosxo'ja degan muxlisimiz o'zingizning kamchiliklaringizchi dedilar. Chunki ko'pchilik o'zini xatosini, kamchiligini ko'rmaydi-da. Bu ham uni anaqa nima deydi, kamchiligi bo'ladi. O'zi aslida kamchilikni ko'ra olmasligi ham o'zi uni o'sha muvaffaqiyat sari yetaklamaydi-da. Sizda qanday Dilshod? Albatta, hech bir odam kamchilikdan, nuqsondan xoli emas. Albatta. Men o'zimcha endi ko'proq o'sha yaqinlarimga ko'proq vaqt ajrata olmayotganimni o'zim kamchiligim deb o'ylaysiz. O'ylayman, chunki o'sha qisqa umr davomida bir-birimizga juda kerakmiz. Har qanday vaziyatda, lekin mana shu vaqt nuqtai nazaridan o'sha chunki ham ilmiy faoliyat, ilmiy tadqiqot izlanishlarni olib borish, ham pedagogik faoliyat, ham harbiy xizmatni parallel olib borganda ham joy-joyida hammasini o'z vaqtida olib borish uchun 24 sutkalik ba'zan yetmay qoladi, kamlik qiladi. Lekin shunday bo'lsa ham o'sha xayolimga tushganda, demak ota-onamga bu safar, bu hafta kamroq ular bilan gaplasha olmayapman. Demak, ular bilan bog'lanib, hol-ahvol so'rashim kerak. Yoki farzandlarimni bog'chasi, turmush o'rtog'im, umuman har bitta o'sha yaqin insonlarimga o'z vaqtida mehr ulashishga, ular bilan hol-ahvol so'rab, oddiy yoniga bormasam ham, lekin telefon qo'ng'irog'i orqali bo'lsa ham ular bilan hol-ahvol so'rab, akam bor, opam bor, singlim bor, ularni ham har xil zamonda o'sha mana shu jihatdan e'tibor qilaman. Endi bundan buyog'i endi ko'proq e'tibor qiladilar. Mana hozir jigarlaringizga ham qarata aytib qo'ydim. Endi Dilshod Ro'ziqulov agarda mana Xudo xolasa filologiya fanlari bo'yicha ham doktorlik olsalar, yana ancha o'sha mehnatlarini, Xudo xolasa rohatlarini ko'rib, ishlari biroz nima deydi, saranjomlab, Xudo xolasa ko'proq borishga harakat qiladilar. O'zi haqiqiy dam olish kuningiz qaysi biri? Yakshanbami? Yakshanba kuni dam olish kuni. Yaxshi. Endi yana bitta narsani ta'kidlamoqchiman. Mana shu vaqt haqida, vaqt masalasi haqida gap ketganda, demak, talabalarimga ham aytaman, har bitta davrni o'ziga yarasha qo'yilgan mas'uliyatli vazifalari bo'lar ekan. 4 yil davomida talaba o'sha talabalik maqomida yursa, sizga mana shu 4 yillik davr qaytarib berilmaydi.
yoki o'sha bolalik o'quvchilik davri yoki o'sha o'spirinlik davri deymiz, mana shu davrdan maksimal darajada foydalanishga harakat qiling. Sizga ya'ni hozir mana shu 4 yil davomida o'rgangan bilimlaringiz ertaga sizni kelajakda hamma havas qiladi o'sha yuqori daromadli maosh oladigan mehnat sharoitlarida, lavozimlarda ishlashga. Demak, hozirgi sizni o'sha qay darajada oladigan maoshingizni belgilaydigan omil, asosiy faktor bu sizni o'sha talabalik davrida egallaydigan bilimlaringizga chambarchas bog'liq. Agar shu davrda mukammal o'sha sohangizni o'zini mutaxassisi, ustasi darajasiga erishib o'rgana olsangiz va ustozlaringizdan, o'sha malakali ustozlarni etagidan tutib, erinmasdan mana shu soha bilimlarini har bitta qirrasini mukammal egallasangiz, ertaga mana shu egallagan bilimlaringizga yarasha munosib maosh oladigan bir lavozimda yoki o'sha mehnat sharoitlarida ishda faoliyat ko'rsata olasiz degan bir darslar davomida ham maslahat, tavsiya berishga harakat qilamiz. Chunki 80 daqiqa juda ham tez o'tib ketadi. Fan doirasida bilimlar bilan, savol-javoblar bilan o'tsa, demak bu masalada ham talabalarni demak yo'naltirishga, ya'ni hayotda o'zini munosib o'rnini topishga da'vat qilish, undash bizning vazifamiz. Va men hozir aytdilar, o'sha yutuqlarini e'tirof etdilar ko'proq deb, lekin men o'sha faqat mana shu yutuq bilan cheklanib qolmasdan, bitta marta o'g'lon davlat mukofotiga ega bo'lgan bo'lsam, demak ortimdan o'nlab, yuzlab marta o'g'lonlarni yetishtirishga, ularga demak ustozlik qilishga, ya'ni shogirdlar tayyorlab, mendanda ustozidan o'zadigan bir kadrlar chiqarishga men o'zim oldimga o'sha kuniyoq maqsad qilib olganman. Davlatimiz rahbari ham xuddi shu masalani aytgan. Dilshod, endi sizni orqangizdan pedagogik faoliyatim bilan shug'ullanganim uchun sizdan yana ortingizda yana shunday shogirdlarni tayyorlashingiz kerak deganlarida, demak kamida mana shunday ustozidan ham ko'proq yutuqlarga erishadigan, o'zini haqiqiy ustasi bo'lgan, nafaqat mamlakat miqyosida, balki xalqaro darajalarga chiqadigan yetuk bir shogirdlarni tayyorlash vazifasini oldimga qo'yib, bu vazifani o'sha zahotiyoq kirishib, hozir talabalarimiz yana ham plankani yuqori olib, maqsadlarni yuqori olib, ularni da'vat qilib, chunki ular har bitta shogirdimiz ham albatta havas qiladi, o'sha ularga to'g'ri yo'riq ko'rsatish, ularga tavsiyalarimizni, maslahatlarimizni ayamasdan orqamizga ergashtirib, yetuk bir shogird chiqarishga. Bildim sizni talabchan ustozligingiz, bir shogirdingiz bilan gaplashib qolsam, ustozimiz ataylab xato bilan yozib qo'yadilar doskaga. Dedilarda, keyin nima uchun xato yozadilar desam, bizani qani ko'radimi shu xat kamchilikni yo ko'rmaydimi yoki shu xatoni biladimi bilmaydimi deb ataylab qilishadi deb. Qarang, sizni shogirdlaringiz sizni o'rganib olishibdi-da. Sizni va bundan tashqari o'sha yangi ishlanmalaringiz, yangi interfaol usullaringiz ham menimcha bizni tinglab turgan muxlislarimizga qiziq. Lekin hozir yana bir muxlisimiz bog'landi ekanlar. Keling, ularni tinglaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomat bo'ling. Marhamat, tanishamiz. Chimoz tumandan Murod Farruxjon bo'laman. Juda ham yaxshi. Radioning ovozini pasaytirsangiz, marhamat. Dilshod aka Ro'ziqulov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Avvalambor sizni Mart o'g'lon mukofotini olganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. O'sha doktorlikni olibsizmi? Siz doktorlikni yoqlabsiz. O'sha falsafa. Siz o'sha doktorlikni necha yoshda oldingiz? Va shu paytgacha nechta qo'shiq yaratgansiz va qo'shiqlaringiz nomi? Shu yerda savolim, javob uchun oldindan rahmat. Salomat bo'ling. Menimcha boshidan eshitmadilar loyihamizni. Dastur davomida bizga ulandilar. Savolingiz uchun katta rahmat. Doktorlik dissertatsiyasini 29 yoshimda yoqladim. Lekin ishni boshlaganim 4 yil avval edi. Ya'ni 25 yoshimda mana shu mavzuni olib, ya'ni falsafa doktorligi mavzusini ilmiy rahbarimiz bilan maslahatlashib, filologiya fanlari doktori professor Muxtor Xudoyqulov bilan birgalikda
ilmiy tadqiqot izlanishlarini olib borib davom ettirdik va 4 yil deganda dissertatsiyamizni muvaffaqiyatli 100% ovoz bilan yoqlashga erishdik. Undan keyin ikkinchi savollar menimcha ular sal adashdilar, sizni qo'shiqchimi yoki shoirmi deb o'yladilar. Bular pedagog ham harbiy jurnalistlar Dilshod Ro'ziqulov. Hozir mana eshitibsiz, Mard o'g'lon davlat mukofotini olganlar. mutaxassisligi jurnalisti. Ular menimcha sizni shoir deb bildilar, qanaqa qo'shiqlar yozgansiz deb savol berdilar. Soat millari 15:51 ko'rsatmoqda. Qarang, vaqtni o'tishini, men to'g'risi hali pedagogik faoliyatingizdagi o'sha yangiliklar, sizni dars o'tishingiz ham qiziqda menga. Keling, shu qisqagina faqat, chunki boshqa savollarim ham bor-da, bilik savollar bermoqchiman, marhamat. Bugun talabani auditoriyada 1 soatlik dars bilan e'tiboringizni jalb qilish oson emas. Ishlab turishda. Diqqat e'tiborni o'zingizga qaratib turish, psixologiyada ham o'sha 20 daqiqadan konsentratsiyasi ortmaydi o'sha ma'ruzalarda. Shuning uchun imkoniyat darajasida ularni diqqatini o'sha darsning oxirigacha, hatto darsdan keyin ham qolib fikr mulohazalarini davom ettirishga harakat qilishga undayman. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun 1 soat darsim uchun albatta kamida 2 baravardan gohida yarim kunlab tayyorlanaman darsga. Bugun qanday metodika qo'llasam, bugun talabalar mana shu darsdan ichiga cho'q solib qo'yaman va mana shu mavzuni mukammal o'zlashtirib kela oladi degan masalani har doim oldinga qo'yaman va albatta uslubda o'sha ozgina qat'iyat, ya'ni qattiqqo'llik, harbiycha intizom baribir formada bo'lganidan keyin ularga mana shu talabchanlikni ham qo'ymasam, tartib intizom bo'lmagan joyga lekin ba'zan tushunmaydiganlari bo'ladimi talabalar orasida? Albatta bo'ladi, lekin yotig'i bilan masalan qanaqadir imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Vaziyatdan kelib chiqib bunday talabalar bilan alohida individual ishlab, ularni birinchi demak imkoniyatlarini eshitib, mana shu o'zini imkoniyatidan kelib chiqib topshiriq berishga harakat qilaman alohida shunday toifadagi talabalar bilan. Albatta bo'ladi, 5 qo'l baravar emas. Har xil tarbiyadagi demak talabalar keladi universitet ostonasiga. Ular bilan individual ishlashga harakat qilaman. Lekin dars davomida juda ham qiziqarli, bir-biriga o'xshamaydigan har bitta darsda yangidan-yangi metodikalar, misol uchun hozir Kahoot o'yinini o'tkazaman. Kahoot platformasi prezident maktablarida ham mana shu metodikadan foydalaniladi. 20 daqiqa ma'ruza o'tsam, albatta internet platformasida bugun interaktiv texnologiyalar rivojlanib ketgan. Kahootda demak test savollarni qo'yaman. O'sha uni ovozi, uni o'sha oxirida g'oliblarni tantanali bir platformani o'zi taqdirlab berishi, o'sha talabalarimni oxirida o'tirgan talabalarim partani eng birinchisiga kelib o'tirishga o'zi kelib qoladi, o'zi majbur qiladi. Yaxshi, 2 daqiqa vaqtimiz qoldi. Qisqa savollarim bor edi. O'zi 5 daqiqa qilishim kerak edi, lekin ozgina cho'zildim. Siz uchun eng qadrli so'z nima? Men uchun eng qadrli so'z bu ona. Ona. Hayotingizdagi o'sha eng quvonchli voqea, o'sha sanani eslab yozib qo'ygansiz? Bu 2024-yil 27-iyun o'sha davlat mukofotida ham bu men uchun qo'shaloq bayram bo'lgan 27-iyun bu matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunida. Kundalik daftar tutasizmi? Kundalik daftar tutaman. Tutasa, har kuni esingizdan chiqmaydimi? Har kuni bo'lmasa kunda kunora, lekin yozib qo'yasiz. Albatta yozaman, yozib boraman. Odamlarda siz yoqtirmaydigan illat nima? Odamlarda men yoqtirmaydigan illat beparvolik va xoinlik. Yaqinlaringiz bo'lsa, o'sha kamchiliklarni o'ziga ayta olasizmi yuziga? Yuziga har doim ham emas. Lekin o'sha kamchilik bo'lsa, qanaqadir yolg'on ishlatib bo'lsa ham ba'zida mana shu kamchiligini bir to'g'rilashga undaydigan qanaqadir yo'nalishda bilan tushuntirishga harakat qilaman. Yaxshi, do'stlaringiz ko'pmi? Do'stlarim ko'p. Ko'pmi? Siringizni ayta olasizmi? U qanday sirligiga bog'liq. Qachon yolg'on gapirgansiz? Yolg'on bolaligimda yolg'on gapirganman. Yaxshi. Bizning muxlislarimizga niyatlaringiz, mana shu loyiha so'ngidagi niyatlaringiz. Yoshlar radio kanalini asosiy auditoriyasi yoshlar.
shunga qaramasdan 7 yoshdan 70 yoshgacha ham mana shu auditoriyada o'zini muxlis, mana shu dastur o'zini muxlislariga ega, ijtimoiy tarmoqlar orqali doimiy kuzatib boraman. Rahmat. Va muxlislarga ham, radio kanal muharririyatiga ham o'zimni minnatdorligimni bildiraman. Salomat bo'ling. Charchalang, Rahmat. sog' bo'ling. Azizlar, Mard o'g'lon davlat mukofoti sohibi Dilshod Ro'ziqulov mehmonimiz bo'ldilar. Men esa dastur muallifi Zulfiya Fayzullayeva sizga xayrli kun tilayman. Salomat bo'ling, bu Yoshlar radio kanali.